Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun biz Dortmund shahriga Career-Tag degan forumga kelyapmiz. Bu forumda nima bo'ladi? Bu asosiy mehnat bozori. Bugun Dortmunddan shundan ozgina reportaj qilamiz, blog qilamiz. Dortmundda nima bor? Dortmundda eng mashhur joyi bu albatta Borussia Dortmund futbol klubi hisoblanadi. When my dance on, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again, even in another lifetime. Find me then, and let's do tonight again. Those weekday problems are evaporating. Maybe I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight again. Bu Germaniyaliklarda ishlashni xohlamaydi degan savollarga javob. Mana shuncha odam navbatda turib Career-Tagga kelgan. Bularga masalan ko'pchiligi ichida inostranslar ham bor, boshqa millatlar ham bor, lekin nemislar ham bor. Ularni ichiga kelgan, chunki bunaqa Career-Taglar shu mehnat yarmarkasi sifatida tashkil qilinadi. Bunaqa joylarda ro'yxatdan o'tish juda oson. Siz faqat elektron pochtangizni kirgizib, o'zingiz haqiqiy ma'lumotlaringizni kirgizib, QR kod olasiz. Pochtangiz QR kod keladi elektron pochtangizga va shu QR kod orqali chiqariladi. Bizni Germaniyada yurgan, ish axtarib yurgan yurtdoshlarimiz til kurs qilib kelganmisiz, boshqa qilib kelganmisiz? Mana shu Career-Tag'ni saytiga kirib turib, mana saytda yozib qo'yilgan careertag.org. Shu saytga kirib turib, siz o'zingizning shaharingizda, sizga yaqinroq bo'lgan shaharda qayerda Career-Tag bo'lishini bilib ham kelib, tilni bilsangiz, bemalol gaplashib ish topishingiz mumkin. Mana bu Bochum shahridagi ishlar. Bu Bochum shahrini hokimiyatidagi ishlar asosan bularda ham juda ko'p odam ishlaydi. Shularda qilib ham masalan ishga kirishingiz mumkin. Mutaxassislar turishibdi. Mana navbatingizni kutib mutaxassislar orqali o'zingiz o'tkazishingiz mumkin. Masalan bu mana налоговый konsultantlikka. Halo. Qurilish kompaniyalari, mana Minimax Germaniyadagi eng katta qurilish kompaniyalaridan bittasi. Ularda mana Ausbildung ham qilsangiz bo'ladi, boshqa sohalarda ham ishlasangiz bo'ladi. Odamni ko'ryapsizlarmi? Sizlar yana nimaga mana biz Germaniyada ish topolmayapmiz, ish beruvchi bizga отказ qilyapti deysizlar. Germaniyada ham mana даже banklar ham, barcha joylar ham o'tkazishyapti. Nemislar ham ancha mehnatkash xalq. Sizlar shu tomonlarini hisobga olmaysizlar-da. O'ylaysizlar Germaniya ishchi olib kelyaptimi, ishchi yetishmaydi. Germaniya o'zida ham ishchi ko'p. Germaniyaga mutaxassis yetishmaydi. Schluter Systems kompaniyasi. Ularga ham mana Ausbildung bo'yicha barchalaringiz bularni o'zlariga ham to'g'ridan-to'g'ri jo'natishingiz mumkin. Fahkraftlar, qanaqa fahkraftlar kerakliklarini mana ko'rib olinglar. Internetdan saytini topib jo'natsalaring bo'laveradi, nemis tilini bilganlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bular qayerlarda ishlashadi yana? Ne только Germaniyada, boshqa joylarda ham ishlashadi bular. Va Ausbildungga bularni joylari kimlar kerak Ausbildungga? O'zlaringiz yozsalaringiz bo'laveradi. Bemalol internetdan topinglar-da shu kompaniyaning saytini, o'zlaringiz jo'natsalaringiz bo'laveradi.
berbunglaringizda. Keyin bizga hujjatlaringizni qilib berishga murojaat qilsangiz, biz hujjatlaringizni qilib beramiz. Brilux kompaniyasi Germaniyaning ximiskiy gigantlaridan bittasi hisoblanadi. Qurilish mahsulotlari juda ko'p. Mana bizda O'zbekistonda magazinlarda ham shunaqa mahsulotlar uchrab turadi. Man kelib bemalol gaplashish mumkin bo'ladi. Ham har xil kadrlar ishlaydi. Germaniyaga siz ishlamoqchi bo'lsangiz, siz fahkraft, ya'ni mutaxassis bo'lishingiz kerak. O'zingiz sohangizni mutaxassisi bo'lsangiz, albatta siz Germaniyadan ish topasiz. Va Deutsche Bank bilan hozir gaplashdik. O'zlaringiz Bewerbung ham jo'natishingiz mumkin. Ausbildungga ham joylari bor. Faqat nemis tili C1. Fahkraftlar uchun ham, siz agar bank sohasida ishlamoqchi bo'lsangiz, iqtisodchi bo'lsangiz, nemis tili C1 bilan bemalol kelishingiz mumkin. Hozir mana gaplashib so'radik, til darajasi qanaqa bo'lishi kerak, chet eldan ishchi olasizlarmi? Ha, biz mutaxassis bo'lsa olamiz deyapti. Hamma ish beruvchi bilan hozir biz gaplashib chiqyapmiz. Bularning hammasi ishga olishga tayyor, faqat til darajangiz yaxshi bo'lishi kerak, suhbat darajasi zo'r bo'lishi kerak. C1 bilan bankka ham Deutsche Bundesbankga ishga olishga tayyor sizda. Faqat nemis tili darajasi C1 bo'lishi kerak. Ausbildung uchun ham C1 bo'lishi kerak. Bu degani sizni konkurentingiz kam degani. C1 darajada. Bu shtat Dortmund. Bu Dortmund shahrini o'zidan to'g'ridan-to'g'ri ishlar, bu yerda ham juda ko'p kommunal ishlar, boshqa ishlar ham bo'ladi. Shular bilan ham masalan kelishib ishga olish mumkin. Bularda til talabi B2, Ausländerlarda ishga olishga tayyor bular ham. Til talabi faqat B2 bo'lishi kerak. Mehnat yarmarkamizdagi ekskursiyamizni davom ettiramiz. Mana bu mediklar uchun ishlar, mana sizga masalan qaysi ishlarga kelishingiz mumkin, shular haqida masalan ma'lumotlarni berishyapti. Bu kompaniya qurilish kompaniyasi va energetika bu sohasi bo'yicha qurilish kompaniyasidagi ishlar. Bularga ham til talabi, masalan elektroenergiya injeneri boshqalar bo'lsa, ularda ham til talabi B2 dan boshlanadi. Meni maslahatim nima bo'ladi? Tilni o'rganing, tilni kuchli qilib o'rganing. Agarda siz nemis tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizda Ausbildung o'quv markazimizda ham o'rganishingiz mumkin. Mana bu yana Sabrur. Rurskiy region degan joyi bor, bu Rur viloyati. Bularda ham tushunmoqda, bularda ham juda ko'p ishchilarni, masalan, bugunning o'zida ham ishchilarni olishyapti. Keyingisi kimdan so'rasangiz ham qanaqa ishchilar kerakligi, sizdan nima kutayotgani, Ausbildung bo'yicha mana qancha oyliklarigacha yozib qo'yibdi. E'tibor bersangiz, birinchi yili 1231, ikkinchi yili 1311, uchinchi yili 1384. Mana Ausbildung qilmoqchi bo'lsangiz, mana sizga joy Ausbildung uchun. Bemalol o'zingiz mana saytlarida, internetdan topib hujjatlaringizni jo'natishingiz mumkin. Hujjatlaringizni jo'natganingizda men hujjatimni jo'natdim deb bizga kommentariy yozib qo'ysangiz, biz xursand bo'lamiz. Rahmat aytib qo'ysanglar bo'ldi. Agar elchixonaga keyin hujjatlaringizni tayyorlash kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Bemalol biz hujjatlaringizni tayyorlab beraveramiz. Mana yana bu kompaniya. Bu IT kompaniya. Ularga mana nimalar kerak? Siz даже masalan ITda Weiterbildung qilsangiz bo'ladi. IT administratsiya, proyekt management, bular hammasi ITga oid sohalar bo'yicha mana IT kompaniyalardan bittasi. Mana ko'ryapsizmi? ITning oldida odam kam. Demak, IT mutaxassislar Germaniyaga yetishmaydi. Siz IT mutaxassis bo'lsangiz, kuchli bo'lsangiz, bemalol kelishingiz mumkin Germaniyaga. Ko'pchilik aytadi, ITga topish qiyin, ITga topish hammasidan oson. Faqat siz mutaxassis bo'lishingiz kerak. Germaniyaga kerakli mutaxassis bo'lsangiz bo'ldi. Bu Elmos kompaniyasi. Bu ham mikrochip ishlab chiqaradigan kompaniya. Kim aytdi sizga mikrochiplar faqat Xitoydan chiqadi deb? Germaniyadan ham chiqadi mikrochiplar. Va injenerlarning hammasi mana shu yerga joylarga kelib ish topishi mumkin o'ziga. Tak, davom etamiz. Mana qancha kompaniyalar bor. Odamni ko'ryapsizlarmi? Ya'ni Germaniyada ishchi kuchi yetishmaydi deyishadi. Germaniyaga mutaxassis yetishmaydi. Mana bularga mana handwerkda
Bu ustalarimiz uchun boshqa soha faqat tilni bilish shart. Mana 30 kun отпуск berar ekan bular. Kontrakti 11 festit kontrakti, sroksiz kontraktsiz masalan bundan keyin 4 yillik olishingiz mumkin. Bemalol infrastruktura region RM kompaniyasi. Bular mana qurilish bilan shug'ullanadigan svarshiylarga ishlar, mana hammasi. Faqat til bilishingiz kerak. Tilni bilsangiz bemalol topsangiz bo'ladi. Mana bularga mana fahkraft kerak, fahkraft. Bu texnicheskiy universiteti. Mana bu Germaniyaning texnicheskiy universitetini stendi. Mana bu yo'l qurilishida hamma narsa sohada masalan bularda ish bor. Ko'p. Mana bu klinika. Ya'ni mediklarimiz uchun. Mana mediklar yetishmaydi. Har xil sohada ish bor Germaniyaga. Siz tilni bilsangiz bo'ldi, kuchli mutaxassis bo'lsangiz bo'ldi. Tilni bilish ko'p joylarda masalan bunaqa ishlarda B2 dan boshlanadi. Bu yarmarkaga kelyapti, bular nimaga yoqtiryapti? B2. Tilingizni rivojlantirishda davom eting. Ana bu bize klientlarimiz. Ha, Ausbildung kerak. Haydovchilikka Ausbildunglar kerak. Azubilar kerak. Mana Ausbildung haydovchilar uchun Ausbildung qilsa bo'ladigan joylar. Ko'ryapsizmi? Kompaniya. Dortmund texnicheskiy universiteti. Dortmund texnicheskiy universiteti kimda o'qiydi? Bu asosan sohalarda, texnik sohalarda ishlovchi injenerlar shular hammasi shu universitetda o'qishadi. Elektrokon bu Germaniyaning eng katta energiya ishlab chiqaradigan xonalardan bittasi. Yashil energiya, mana ko'ryapsizlarmi? Bu Dortmund shahrining yashil energiyalari mana qanchalik rivojlanganligi va yashil turgan, sariq turgan joylar возобновление energiya deydi. Qaytadan bo'ladigan energiya. Bular mana Spibo kompaniyasi. Bular quvurlarni qazish bilan shug'ullanishadi. Qazish ishlari bilan, turbalarni o'rnatish ishlari bilan, kabellarni tashash ishlari bilan shug'ullanishadi. Geotexnika bular. Geotexnika kompaniyasi kuchli. Bularga ham injenerlik kerak ekan, so'ravdik biz. Hammasi bilan gaplashib chiqdik. Bularga ham kerak. Bular yana mana keyingi kompaniyalar. Bularga ham ko'p ishchilar kerak. Bular bilan hali gaplashganimiz yo'q, to'g'risi bularni faqat nima bilan shug'ullanishini ham bilmayman. Bular ham lekin ishchi olishga kelishga mana hamma turibdi. Bu yana mana yangi kompaniyalar. Bular mana yo'l qurilishi bilan shug'ullanadigan kompaniyalar. 45 ta davlatda ishlashar ekan. 12 mingta spetsialisti bor ekan, 120 ta lokatsiya. Brunel kompaniyasi, Powerful Global Network. Brunel kompaniyasi. Yozinglar mana shularga ishchilar masalan bemalol to'g'ridan to'g'ri yozishlaringiz mumkin, bemalol. Mana yana keyingisi. Bular institutlar ketdi уже. Bular coachinglar. Bu Inqua coaching kompaniyasi. Bular bizda ham o'zicha hozir infotsiganlar chiqib qolgan-ku, coaching deyshadi. Mana bular haqiqiy coachinglar. Karyerangizni boshqarishda o'rganmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri lebenslavni o'qimoqchi bo'lsangiz, to'g'ri lebenslavni o'qimoqchi bo'lsangiz, bular kelinglar Inqua kompaniyasi, o'zingizni masalan rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, shular orqali o'qisangiz eng kuchli mutaxassislardan bittasiga aylanasiz. Bular imенно HR bo'yicha tayyorlaydigan kompaniyalar. Bularning mana yo'nalishlari, sohalari, qo'shimcha darslikda mana Germaniyada bo'lsangiz, albatta weiterbildung qilishingiz mumkin. Yana bitta karyerani boshqarish bo'yicha institut. Mana siz bu joyda siz havo sotib olmaysizda, siz karyerangizni boshqarishga o'rganasiz. Mutaxassis bo'lib chiqasiz. O'zingizni masalan oyligingizni oshirish hamma narsangizni mana shular o'rgatishadi. Bizdaqa infosigan, bunaqa pusto havo, O'zbekistondaqa bunaqa havo sotishmaydi bular. Bitta mutaxassis bo'lib chiqasiz sizda masalan. Mana bular yana kompaniyalar. Va nomini ko'rib turib Bewerbung jo'nataveringlar. Akalar, faqat Bewerbung jo'natayotganlaringizda bitta narsaga ahamiyat beringlar. Har bitta ish bo'yicha Bewerbung jo'natganlaringizda til talablari, boshqa narsalariga ahamiyat berishga harakat qilinglar. Til darajangiz past bo'lsa, unga jo'natganingizda foydasi yo'q. Mana
Bular qarang. Bu даже HR menejerlarni va coachlarni ham oqtarishyapti. Bular sizlar uchun ham ish bor. Mana bu nima degan joy? Unmelding coaching. Mana bu yerda siz bemalol o'tirib, mana mutaxassislar o'tirishibdi. Shu mutaxassislar bilan suhbatlashib, sizga maslahat berib, agar Germaniyada bo'lsangiz, kelsangiz Lebenslauf yerzigacha ham to'g'rilab berishadi. Mana coaching zonasida mana buni qarang, 20 minutdan beratung deb qo'yibdi. Mana coaching zona 20 minut sizga masalan tushuntirib, karyerangizni boshqarishni, Lebenslauflaringizni yozishingizni absolyutni bepulga o'rgatishadi. Mana mehnat yarmarkasini tashkillashtirishdi yo'llari Germaniyada. Va Germaniyaga ishchi kerak, Germaniya harakat qilyapti shunisiga. Va ko'ryapsizlar, har xil millatlar yuribdi. Bu degani Germaniyada prosta faqat o'zbeklarga qarab qolgani yo'q. Siz masalan o'zingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, harakat qilishingiz kerak, tilni kuchaytirishingiz kerak. Sizning konkurensiyangiz faqat O'zbekistondagilar emas, boshqa davlatlardagi. Mana hamma kompaniyani mana ish bo'yicha qaysi ish joylari bo'sh turibdi, qanaqa mutaxassislar kerakligini yozib qo'yishibdi. Mana ko'rasizlar, har bitta kompaniyalar mana Minimax, Bochum, Schulter System Justitsiya, даже justitsiyada ham bo'sh ish o'rinlari bor. Qanaqa ish joylari borligini ko'raylik mana. Ko'ryapsizlar? Nimalar kerak? Mana bu agarda siz shtor operator bo'lmoqchi bo'lsangiz, kuchli buxgalter bo'lsangiz, O'zbekistonda nemis tilini yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, mana shtor operatorlikka ham bo'lsangiz, kelsangiz bo'laveradi Germaniyaga bor. Ishga olishar ekan, mana ko'ryapsizlar? Hammasi mana ish o'rinlari, qanaqa ish o'rinlari hozirgi kunda bular kimlarni asosan oqtarishyapti mana. Kimlar kerak? Mana elektrik kerak. Industrialniy elektrik kerak. Bu Ausbildungga mana joylar. Bular Ausbildungga mana joylar ko'ryapsizlarmi? Mana joylari bor. Bemalol mana saytlarini ko'rib chiqib, bemalol ishlashingiz mumkin. Bundeswehr bunga olmaydi, bu Germaniyaning armiyasi. Bunga ishga olmaydi sizlarni. Chunki Bundeswehrda ishlash uchun, xizmat qilish uchun sizda Germaniya fuqaroligi bo'lishi kerak. Va GFN, Weiterbildung va qaysi sohalarda sohangizni o'zgartirsangiz bo'ladi, mana shuncha sohalar turibdi. Bemalol kelib ishlashingiz mumkin. Deutsche Bankda ham, mana Deutsche Bankda ham ish o'rinlari aytib o'tganlarimiz. Hamma ish o'rinlari mana 26 ta ish beruvchi ketdi. Mehnat yarmarkasiga, bu mehnat yarmarkasida yo'q, adashibman, uzr adashibman. 30 ta ish beruvchi ketdi. 30 ta ish beruvchi kelgan. 30 ta ish beruvchi kelgan. Uzr, ozgina adashibmiz. 30 ta ish beruvchi kelibdi bugungi mana joyda. Uje bilaman ish o'rinlarini ishchilarni topib olganlar uje olib qo'yishgan. O'zlarinikini. Mana bularni qarang mana. Qanaqa ish? Mana kerak, furachi kerak. Yana qanaqa ustalar kerak mana? Hammasini yozib qo'yibdi. Til talabi bularda B1 dan boshlanadi. Shprexingiz zo'r bo'lsa, ishga kelishingiz mumkin shu kompaniyalarga. Mana yana bu yerda bepul seminarlar. Biz ham o'tirib oldik. Xudo xolasa mana hozir bemalol eshitib videoga olish bularga uncha yaxshi narsa emas. Butun hammasini ola olmaymiz. Ko'ramiz. Mana bu joyda даже bepul catering. Kim qorni ochib qolgan bo'lsa, bemalol ovqatlanib olishi ham mumkin. Germaniyaning eng legendarniy stadionlaridan bittasi Signal Iduna Park. Borussia Dortmund stadioni.
Agar hozir ekskursiya ruxsat bo'lsa bugungi ichlarga kirib ko'rsataman. Bunaqa magazinlarni qadrini, bunaqa magazinlarni faqat fanatlar tushunadi xolos. Asosan boshqalar tushunmaydi. Fanat bo'lmasangiz, futbolga qiziqmasangiz, bu narsalarni masalan tushunmaysiz-da. Borussiyaga kelganingizda albatta Borussia Dortmund muzeyiga kirib chiqing. Juda chiroyli qilingandi. Qanday qilib futbol muzeylarini qilish kerakligini bemalol ko'rib olasizda. Sizga ham muhim, o'zbekistonliklar uchun ham muhim. Hozir mana ekskursiyamizni boshlaymiz. Borussia Dortmund muzeyi va Borussia Dortmund tarixi. Kimlar asos solgan Borussia Dortmundga? Bu Charlie Chaplin masomi turgan. Charlie Chaplin bilan adashtirmaylar.
Sizlarni juda kuchli joyiga kirgizaman. Buni ko'ringlar, bunaqa joy har bitta futbol klubi uchun bo'lishi kerak. Qani biznikilar ham shunaqa muzey qilib qo'yishsa-da, O'zbekiston ham jahon chempionatidan kubokni olib kelarmikan? Buni qaranglar. Ana. Bu Salatnitsa. Germaniya kuboki deyiladi va Salatnitsa deyiladi. Salat solinadigan tarelka degan ma'noni bildiradi-da. Xalqdagi nomi Salatnitsa. Bu Germaniya chempioni. Borussia Dortmund Germaniyaning 8 karra chempioni. Oxirgi marta 2012-yilda Jurgen Klopp bilan o'tgan. Bu Germaniya kubogi. Germaniya kubogini 5 karra chempioni hisoblanadi Borussia Dortmund. Kubokni chiroyliligini qaranglar, buni qaranglar. Aynan ketay. Biz O'zbekiston ham ular ham jahon chempionatida shunaqa kuboklar bilan qaytib kelsak, orzu-yu, orzuga ayb yo'q. Eng asosiysini ko'rsataymi? Eng asosiysi mana. Yevropa Chempionlar Ligasi kubogi. Ha, Borussia Dortmund 97-yilda Yevropa Chempionlar Ligasini kubogini yutgan. Ha, bu Yevropa Ligasini kubogi. Qani. Chiroyli. Biz endi bu to'g'ri, Dortmund Realnikida emas, ko'p emas, Bavariyanikida emas. Bavariyada 35 ta turadi bunaqa. Mana shu trofeylar xonasida Borussiyani kelinglar bitta duo qilaylik. Bizning O'zbekistonimiz ham jahon chempionatida yaxshi natijalarda ko'rsatib, hech bo'lmasa guruhdan chiqib yarim finalgacha yetib borsa bo'ldi. Mayli birinchi martada kubokni olish qiyin masala, realist bo'laylik, lekin chiroyli o'yin ko'rsatib, hech kimdan kam bo'lmasdan bizning ham jamoamiz, o'zbekistonlik futbolchilarimiz ko'payishiga, Borussia Dortmundga kelib o'ynashi uchun ham bitta duo qilaylik. We should do tonight again, even in another lifetime. Find me there, and let's do tonight again. Those wicked problems are evaporating. Baby, I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight again, even in another lifetime. Find me there, and let's do tonight again. Rewind until daylight. Repeat, rewind, and put your hands up. Oh, keep those hands up for tonight again. Qadrli yurtdoshlar, bugungi reportajimiz shu bilan tugadi. Agarda sizlarga masalan shunaqa videolarimiz qiziq bo'lsa, men futbolda jinnisiman. Juda ko'p videolar sizlar uchun shunaqa videolar qilishimiz mumkin yana. U qiyinchilik, hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Har xil shahardagi borganimizda shunaqa ekskursiyalar, kariertaklar, Germaniya haqidagi, Germaniyani yaxshi joylari haqidagi reportajlar qilishimiz mumkin. Agarda sizlarga qiziq bo'lsa, like bosinglar, bu videoni yaqinlaringiz bilan ulashing, tarqating, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Alman Yuzum kompaniyasini vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisi G'anishar Sagdullayev bo'ldi. Olg'a Borussiya O'zbekistondagi jahon chempioniga ham bo'lishiga ham bitta duo qilib qo'yamiz videoning oxirida.